Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hop, bugun legendarniy Nexia bir avtomobil olib qolganmiz. Bu mashinamizga hop generatorlar zaradkasi ko'paytirdi, akkumulyatorlar qaynab ketdi. Bunga yangi akkumulyatorlarni qo'yib, generatorlarni yangisini qo'yib, ishlarni bajarib beryapmiz akamizga. Hop, bu legendarniy Nexia birimizni orqalarini polностью cho'ktirish kerak ekan. Mana qistirib, cho'ktirgan pajinerlarni qo'yib ishlarni bajarib beramiz. Hop, kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, 24 ga 7 xizmatini beramiz, okalar. Mana 00:26 soatimizdan kelasizlar, okalar. Pastda nomer qoldiramiz, aloqa chiqib kelasizlar. Legendarniy Nexia bir avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Hop, o'zingizga ishimizdagi baho berib,